Bugun kelgan manzilimizga Yunusobod tumani tiklanish mahallasiga kelganmiz. Qaranglar, internet YouTube beraman. Bu tarafdan Zenitdan kirish bo'ladi, bu tarafdan biz Hasanboy choyni qoqib ochib ketsak bo'ladi. Mana shu qo'limiz sotib o'tgan umumiy yer maydoni 6 sotdan iborat. Ko'chasini o'zini ko'rasan, огородlarni mevali daraxtlar ekilgan. Ko'chasini katta yo'l 60 metr chiqargan, keng katta ko'chada joylashgan. Ichkari video obzorini qilib beramiz. Video davomida albatta narxni ham aytamiz. Uyimizga kirib kelganimizda asosiy binosini ko'rasizlarmi? Keng katta qilingan, yo tarafda darvozaxonamiz bor. Ikkita mashinamiz bemalol chiqadi, bu yerda karavotlar qo'yib qo'yishgan. Bu yoq tarafimizda qush boqish uchun chotki qilib qapaslar qo'yishdi, qaranglar. Chiroyli qo'yishgan. Bu yoq chetimiz, ikki chetimiz yashil hududga ega. Bu yoq tarafda qo'shimcha binolari. Birinchi ko'rayotgan xonamiz o'zini choy o'tirgan xonasi. Bu yoq tarafdan alohida oshxonasi. Oshxonada kladovka kirsak bo'ladi, ko'rasizlar. Binasida ko'p turganida o'zini yuvinish xonasi, bu yoq tarafda o'zini hojatxonasi, bu yoq tarafda kotelniga tushadi. Asosiy binoni ko'rib obzorni qilib beramiz. Video davomida albatta narxni ham aytamiz. Asosiy binoga kirib kelganimizda qaranglar. Bu yoq tarafda o'z birinchi ko'rayotgan xonamiz o'zini yuvinish xonasi bor-da. Bu yoq tarafdan ikkinchi qavatga chiqib ketirishimiz bo'ladi. Bu yoq tarafimizda o'zini ota-onalar uchun yotoqxonamiz, uni yonginasi ham detskiy Ispaniyamizda qilingan, ko'rib turganlar, remontlar yaxshi holatda bor-da. Bu yoq tarafdan o'z mehmonxonamiz bor-da. Mehmonxonamiz o'zi hokamlar aytayotdim, ikkiga bo'lmoqchi edim deyaptilar. Agar xohlagan odam ikkiga bo'ladi, xohlamagan odam o'zi bitta katta mehmonxona qo'yadi deyaptilar. Bu o'zini xoll bor-da, xollni qaranglar. Keng katta qilingan, remontlar yaxshi holatda bor-da. Birinchi etajga ko'rdinglar, ikkinchi etajga chiqib obzorni qilib beramiz. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda xollni qaranglar, kattaligini. Keng katta xoll qilingan, o'rtalikda divanli zona qo'yishgan. Remontlarni yaxshi holatda bor-da. Bu yoq tarafda o'zini oshxonasi bor-da. Oshxonaga mo'ljallangan kafillar qilinganiga hozirgi paytda garderobli xona bo'lib turibdi. Bu yoq tarafda ko'rib turganlaringiz o'zini yuvinish xonasi, yuvinish xona qaranglar, kattaligini. Bitta xonani yuvinish xona qo'yishdi, o'zi ham bor. Keng kattaligida tiqilib qolish hech balo bo'lmaydi. Yurib kelayotganimiz bu yoq taraflarga. Bu yoq taraf yurganimiz o'zini bitta mehmonxonasi bor-da. Mehmonxonasini qaranglar. Keng katta mehmonxona qilingan ekan, o'rtada stol-sul qo'yib qo'yishgan, yoqda stergilar qo'yib qo'yishgan, lyustralari, remontlari barchasi yaxshi holatda bor-da. Bu yoq tarafga o'tib kelamiz, keling. Yurib kelganimizda bu yoq tarafimizda o'zini detskiy Ispaniyasi bor-da. Detskiy Ispaniyani ham qaranglar. Katta qilingan karavotlar, shkoflar joy-joyiga tushgan. Bu yoq tarafimizda o'zini ota-onalar uchun yotoqxonamiz. Yotoqxonani ko'rasizlarmi? Yotoqxona yaxshi holatda, remontlar ham barchasi yaxshi holatda bor-da. Uyimizni ko'rdinglar, oqasi bosib qo'yasiz. Aytib o'tgan umumiy yer maydoni 6 sotdan iborat bo'ladi. O'zini astronomikalar bor ekan, avtobus oxir konechkasiga bu tarafdan asfalt bor-da. Uyimizning narxini 400 ming dollarga baholashyapti. Yana o'tib bergan joylari ham bor ekan. Pastda murojaat qilamiz. Bemalol qiziqadi, telefon so'rab o'rganib chiqsanglar.